Salom hammaga. Bugun sizlarga Minecraft haqidagi eng mashhur, eng qiziqarli 15 ta fakt aytaman. Qani, ketdik. Minecraft 2009-yilda shved dasturchisi Markus Persson Nush tomonidan yaratilgan. O'yinning birinchi nomi Cave Game, ya'ni g'or o'yini bo'lgan. Creeper aslida xatolik tufayli paydo bo'lgan. Nush chaqchi yasamoqchi bo'lgan edi. Herobrine hech qachon rasmiy o'yinda bo'lmagan. Bu o'yinchilar to'qib chiqargan afsona. 2014-yilda Microsoft Mojang studiyasini $2,5 milliard sotib olgan. Har bir blok 1 metrga teng, ya'ni 100 blokli bino 100 metrli bino degani. Qo'yga Jeb deb nom bersangiz, u kuzatgan paytingizda rangini o'zgartirib yuradi. Endermanning ovozi aslida Hello va WhatsApp so'zlarining teskari versiyasi. Music Disk 11 o'yindagi eng sirli narsa. Unda yugurish, nafas olish tovushi eshitiladi. Ender Dragon o'yindagi yagona rasmiy boss. Steve o'yinning birinchi qahramoni. Keyinroq unga Alex ham qo'shilgan. Gastning ovozi Mojang xodimining mushugidan chiqargan tovushdan olingan. Minecraft bugungi kunda 200 milliondan ortiq nusxada olingan. Bu tarixdagi eng ko'p sotilgan o'yin. O'yindagi 8 xil oy fazalariga ega. Har kecha uning shakli o'zgaradi. Pandalar 2018-yilda o'yinga qo'shilgan. Ular turlicha xarakterga ega: dangasa, agressiv, baxtli. Xullas do'stlar, bu edi Minecraft haqidagi eng mashhur 15 ta fakt. Qaysi biri sizni eng ko'p hayratda qoldirdi? Izohlarda yozing. Like bosing va eng muhimi kanalga obuna bo'ling. Keyingi videoda Minecraftdagi eng sirli afsonalarni ko'rib chiqamiz. Ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling.